Assalomu alaykum va rahmatulloh. Abu Umama roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni vidolashuv hajida qilgan xutbalarini eshitdim. U zot sallallohu alayhi va sallam: Allohdan qo'rqinglar, 5 vaqt namozni ado etinglar, Ramazon ro'zasini tutinglar, mollaringizni zakotini beringlar va boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ana shunda Robbingizni jannatiga kirasizlar deb marhamat qildilar. Bu hadisda islomning buyuk asoslari jamlangan. Taqvo, namoz, ro'za, zakot va jamoat tartibi uchun rahbarga itoat qilish. Nabiy sallallohu alayhi va sallam ushbu xutbalarini vidolashuv hajida qilganlar. Bu esa u zotni ummatlariga qoldirgan eng muhim vasiyatlardan biri ekanligini ko'rsatadi. Hadis roviysi Abu Umama roziyallohu anhu din da'vatiga qattiq muhabbat qo'ygan sahoba edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishini qavmlarini islomga chaqirish uchun yuborgan edilar. Avvaliga qavmlari islomni qabul qilishmadi, ammo Alloh taoloning yordami va sahoba roziyallohu anhuning sabri sabab ular ham keyinchalik iymonga kelishdi. Aziz birodarlar, jannat yo'li qiyin emas. U taqvo, ibodat va itoat bilan ochiladi. Alloh taolo barchalarimizni ushbu hadisga amal qiluvchi bandalaridan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.